Xazinem Torkul Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarımizga qo'shila olasiz. Türk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. Güzel daqiqalarda yana uchrashdik. Men do'stinglar Almira To'xti. Men Ahmadjon Imin. Aq көңіллік күтінішдікі бір жоң ұзықлық матта. Bir odam yaxshi ish qilsa, doim ojizlarga yordam berib, boshqalarni qiyin ahvoldan qutuldirganda, ko'nglida cho'qim xushallik tuyg'usi paydo bo'ladi. Yaxshilik qilishni yaxshi ko'radigan odamning psixikasi eng yaxshi holatda turadi. Bunday kishilarning ko'pinchisi sog'lom, uzun umr ko'radi. Ko'ngli ko'ksi keng bo'lish. Ko'ngli ko'ksi keng bo'lish, tashqi dunyodagi ishlarni o'z qalbiga sig'dirish, shundaqla ichki dunyosini boshqalarga keng ochib etishdan derak beradi. O'zining atrofidagi kishilar bilan inoq, keng qursoq o'tganligini ifodalaydi. Kishilarga, ishlarga keng qursoqlik bilan muomala qilish sog'lom fazilat va oliyjanob safoning ifodasi. Shundaqla psixik kasalliklarning oldini olishdagi eng yaxshi retseptdir. To'g'ri maqsadda bo'lish. Kishi o'z vijdoniga yuz kelolmaydigan ishlarni qilmaganda, faqat yaxshi maqsadda bo'lganda haqiqiy odam bo'la oladi. Xotirjam uxlay oladi. Aksicha, kishi ochko'z bo'lganda talab qilgan narsalar ko'p bo'ladi. Shaxsiy havisining cheki bo'lmay qoladi. Bu xil ahvol kishini gangirtib qo'ydi. Kishini hakavur, aqlsiz holatda o'tkazib, erkin ozoda yashashga qo'ymaydi. Ko'ngil xotirjamligi. Ko'ngil xotirjamligi qalbning cho'nqur qatlamidagi ozodlik hisoblandi. Bu xil ozodlik boshqalarga untinsiz ta'sir ko'rsatish, yengilishni, shon-sharaf va nomusni, ko'ngildagi g'am-qayg'uni o'ylamaslikka da'vat qildi. Aldirang'ulik va eziqtirishlarga to'lgan dunyoning parakandachiligi ostida ordim-taldim demay, haqiqiy turda turmushni tinch omon o'tkazish demakdir. Bir odamning ko'ngli xotirjam bo'lganda g'am-andisha va ansirash bo'lmaydi. Bu xil tuyg'u intayin go'zal bo'ldi. O'zini mangu tinch holatda tutmasa-mu, kayfiyatiga cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi. Samimiylik. Boshqalarga samimiy muomala qilganda, ondan kishilarning ishonchiga erishgil bo'ladi. Agar gumonxo'rlik bak ig'ir bo'lib ketsa, yoki samimiyat kamchil bo'lsa, ko'pchilik bir-biridan hazar aylaydi. Gumonxo'rlar bilan o'zaro aloqa qilganda haqiqiy kulki bo'lmaydi. Samimiy bo'lsangiz, nurg'un do'stlarga ega bo'lasiz. Ko'nglingizni ko'ngilsizliklarni chiqarib tashlab, turmush besimingizni yengiltalaysiz. Qalb jasorati. Kishilik hayot safarida o'ngishsizlik, agri-to'qayliqlardan xoli bo'lmaydi. Faqat xushal kayfiyatni saqlaganda, ondan qiyinchilikni yengish jasoratiga erishgili bo'ldi. Qiyinchilikqa tamkinlik bilan yuzilinib, kishilik hayotga kulib yuzlanganda, g'am-qayg'uni xushallikqa aylantirib, xushallik izlab, sog'lom, uzun umr ko'rish maqsadiga yetgili bo'ldi.